Stenfordga borganimda ko'rdimki, Stenfordda yosh-u qari yangi innovatsiyalar, yangi o'zgarishlar, umuman dunyoni o'zgartira oladigan texnologiyalar ustida doimiy ravishda izlanishadi. Ko'p darslarda Stenforddagi o'sha o'tirgan professorimiz bilan muloqot qilganimizda ko'pincha menga kelib savol berardi. Nima uchun ko'p savollarga faol javob bermayapsiz? Nima uchun hamma savollarga iloji boricha javob bermayapsiz deganda men aytdimki, janob professor, men sizni kitoblaringizni o'qib chiqqanimda bu teoriyalarga hammasi javob yozilgan. Ya'ni aniq javoblar bor savollarga. Nima uchun muhokama qilish kerak aniq javoblar borligida? Men o'zim atrofimdagi do'stlarimni ko'rdim. Ular bir-bilan gaplashyapti. Berilayotgan javoblar va savollar ba'zi birlari juda ham aqlga sig'maydigan darajada kulgili. Nima uchun men bu savollarga javob berishim kerak desam, Stenford professor menga qaradiki, bu devor ichida, mana shu Kremniy vodiysida 20 yil oldin mana shu sizlarga o'xshagan MBA dasturidagi, executive dasturidagi katta startaplar va tadbirkorlar shu xonada fikrlarni muhokama qilishardi. Va ba'zi fikrlarni ustidan juda ham aqlga sig'maydigan darajada ishonib bo'lmas g'oya deb kulgan holatlar ham bo'lishgan. Lekin oradan vaqt o'tib 20 yil o'tdi, 25 yil o'tdi. Shu g'oyalar hozir Kremniy vodiysidagi eng qimmat milliard dollarlik kompaniyalarga aylangan. Ya'ni bu xonada noto'g'ri javob yo'q. Bu xonada kulgili javob yo'q. Bu xonada unikal fikrlar, yangi g'oyalar va faqatgina yangi startaplar tug'iladi.